Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bu ko'ylak lozimlar. Pachkaga nech pul dedingiz? Pachkaga 40 ming so'mdan ekan, donaga 45 ming, 50 ming sotilyapti ekan, shunaqami? Xo'p, materiali nima buni? Materiali shtamper bor, slim bor. Shtamper, slim, yana nima? Hozirgi vaqtda shular, a? Razmer nechtalik bunda? 50, 52, 54. 50, 52, 54 razmer. 3 talik ekan, a? Xo'p. Hozir yaqiniga borib ko'rsatamiz. Buni nech pul deyapsiz? 30 ming so'm. 30 ming so'mdan ekan. Pachkaga. Donaga nech puldan? Donaga 35 ming so'mdan ekan. Razmer nechtalik buni? Standart 54 gacha tushadi. Standart ekan 54 gacha tushaveradi deyishyapti. Bular materiali nima bo'ladi? Shtampl ekan. Bu taraflar nech puldan? 35 ming, 100 mingga 3 ta o'qituvchilar. Xo'p. 100 mingga 3 ta deyapsizmi? 100 mingga 3 ta ekan. Pachkadagi narxi donaga 35 ming so'mdan ekan. Razmeri nechtalik buni? 48, 50, 52 ekan razmeri. Zo'r mana. O'zlari birinchi qo'l. Abyomga ishlashar ekan. Ko'proq olsalaring kelishaverasizlarda, telefon nomerlarini aytib qo'yamiz. Nomeringiz nechi? 90lik 509 09 78 ga telefon qilinglar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, kunduzi telefon qilinglar, keyin oluvchilar telefon qilsin. Xo'p, yaxshi.